Biz bugün ippet ülgüsü, sevircanlık namunesi Yusuf aleyhisselam bilen tanışıp çıkamiz. Yusuf aleyhisselam Yaqub aleyhisselamның oğlu. Yaqub aleyhisselam İshaq aleyhisselamның oğlu. İshaq aleyhisselam İbrahim aleyhisselamның Saradan bo'lgan oğlu. Xulos qilib aytgan vaqtimizda Yusuf aleyhisselam İbrahim aleyhisselamның panevrisi. Yaqub aleyhisselamның 12 oğlu bo'lib, ularning kichiki Yusuf aleyhisselam bilan Bunyamin edi. Yusuf aleyhisselam bilan Bunyamin bir anadan, qolgan 10 qarindoshlari bir anadan edi. Ya'ni Yusuf aleyhisselam bilan Bunyamin bosh qarindoshlar bilan oti bir, ona bilak bir tuqqan edi. Yusuf bilan Bunyamin onasidan kichik qolg'achqa dadasi Yaqub alayhissalom bu ikkisiga bosh qarindoshlari qaraganda alohida kuyunatdi va ahamiyat beradi. Bu bosh qarindoshlarining ochiqini keltiradi. Bir kuni Yusuf mundaq bir tush ko'rdi. Tushida oy va quyosh va 11 yulduz uning qarab sajda qilyotgandi. U tushidan cho'chib uyg'onib, dadasiga bu tushni aytdi. Dadasi bu tushdan Yusufga keyincha cho'ng bir yaxshilik bo'lganligini his qildi va ota bobolardan davomlashib kelayotgan payg'ambarlikning Yusuf orqali amalga oshirganligini his qiladi va qarindoshlarining uningga hasad qilib, uningga ziyon yetkazib qolishidan ansirab, qarindoshlariga bu tushni aytmaslikni topalaydi. Yusuf alayhissalom dadasining aytgani bo'yicha bu tushni hech kimga aytmaydi. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni xotirjam qilib, Alloh taolaning uni payg'ambarlikka tanlaganligi va uningga tush ta'bir ilmini o'rgatadiganligini aytadi. Dadasining Yusufga bo'lgan omroqligi va kuyunishidan qizg'angan akilari bir kuni to'plashib, dadamiz Yusufga nihoyat omroq bo'lib ketdi. Buningga bir amal qilaylik deyishdi. Ularning ba'zisi Yusufni o'ltirib o'tish planini o'tirib qo'ydi. Ammo ularning ichidan birisi Yusufni quduqqa tashlab o'tayli, yo'ldan o'tgan karvonlar uni ilib ketsin. Bunda qilgan vaqtimizda ham Yusufdan qutlimiz, ham u hayot qoladi deydi. Ular Yusufni quduqqa tashlash uchun dadasidan ayirib olish uchun har xil planlarni o'ylashadi. Ular bir kuni dadasiga, "Dada, biz o'ynag'ili chiqmoqchi edik. Yusufni bizdan qo'shib qo'ysang, bizdan birga o'ynab kelsa" deydi. Dadasi Yaqub alayhissalom Yusufdan ansirab buni rad qiladi. Bolalari Yaqub alayhissalomga yalvarib, "Biz Yusufga obdan qaraymiz, uni biz bilan birga avatsang" deb ching turib oladi. Yaqub alayhissalom, "Sizlar bexabar qolganda uni bo'ri yeb ketishi mumkin" deydi. Ular, "Biz 10 qavul odam tursa, qandaqmi uni bo'ri yeb ketsin? Biz bu holatda uni bo'ri yeb ketsa, biz bir qog'i kelmas, ziyon tatquchilardan bo'lamiz" deb dadasini qoyil qiladi. Yaqub alayhissalom oxiri qoyil bo'lib, ularga Yusuf alayhissalomni qo'shib qo'ydi. Ular Yusuf alayhissalomni elib, shahardan yiroqlashib, karvon o'tadigan yo'ldagi bir quduqning qishiga elib keladi va Yusuf alayhissalomning ko'ngligini soldirib, Yusuf alayhissalomning yalvurishiga qaramay, uni quduqqa tashlaydi. Yusuf alayhissalom quduqqa tushib, sho'ngib chiqib, bir tal toshga eslab oladi. Yusuf alayhissalom nihoyat qo'rqib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo Yusuf alayhissalomga vahiy qilib, uning qalbini xotirjam qiladi. Qarindoshlari Yusuf alayhissalomni yiroqdan kuzatib, to'satdan bu yerdan bir karvon o'tib ketib, karvon egasi suvchini u quduqqa berib qarab baqishga avatadi. Suvchi kelib, chelakni quduqqa tashlaydi va chelakni asta tortib chiqaradi. Qarg'udak bo'lsa, nihoyat go'zal bir bola. "Ya bushra hada g'ulam. Xo'sh xabar, bu yerda bir bola bor ekan" deb to'laydi. Karvondagi kishilar darhol yugurib quduqning qishiga keladi. Karvonchilar Yusufni ko'rib, "Bu nihoyat go'zal bir bola ekan. Biz buni Misrga olib qul bozorida setib o'taylik" deydi. Bu hodisani yiroqdan kuzatib turgan Yusufning qarindoshlari yugurib kelib, bu bolaning egasi ekanligini aytib, karvonchilardan pul talab qiladi va ozgina pulga Yusufni setib o'tadi. Undan keyin ular bu ishni qanday oxirga chiqishni va dadasiga nima deb tushuntirish haqida maslahatlashishga boshlaydi. Ular o'yinib oxiri dadasining "Sizlar bexabar qolgan vaqtida Yusufni bo'ri yeb ketishi mumkin" degan gapini esiga oladi va Yusufning ko'ngligini qonga melab dadasining qishiga yig'ilgan holatda keladi va Yusufni bo'ri yeb ketdi deb yolg'on aytadi. Yaqub alayhissalom qarg'udak bo'lsa, Yusufning ko'ngligi qonga milangan, ammo sapsaq holatda edi. Ularning yolg'on aytganligini his qilib, ularga ortiq gap qilmay, "Fasabrun jamil. Men chiroyliqcha sabr qilaman" deydi. Shunda qilib Yusuf alayhissalom birinchi imtihondan qutladi. Ammo dadasining imtihoni boshladi va shundaqla Yusuf alayhissalomning ikkinchi imtihoni boshlandi. Ular Yusuf alayhissalomni Misrga elib kelib, qul bozorida sotqili chiqaradi. Shu vaqtda Misrning bosh vaziri bozordan qul sotib olish uchun chiqqan bo'lib, Yusufni ko'rib, uningga ko'zi tushib qoladi va uni setib olib qasrga elib keladi va ayoliga "Uningga yaxshi qara, keyincha bizga asqitib qala yoki uni bola qilib olamiz" deydi. Shunda qilib Alloh taolo quduqqa tashlangan Yusufni bosh vazirning qasr ichiga o'rinlashtiradi va uningga payg'ambarlik mo'jizasi sifatida shuning ta'birini biladigan ilm hikmat ato qiladi va Yusuf qasrda iqtisod ilmini o'rganadi. Shunda qilib Yusuf alayhissalom cho'ng bo'ladi, Quromiga yetadi va butun zamin ahliga berilgan go'zallikning yerimi uningga beriladi. Vazirning ayoli Zulayxa Yusuf alayhissalom cho'ng bo'lgan sari uni yaxshi ko'rib qoladi. Uningga kundan kunga yaxshi muomala qilishga va yiqilishga boshlaydi. Zulayxodagi ishq o'ti Yusuf alayhissalomni nihoyat qiyin bir imtihonga duchor qiladi. Bir kuni Zulayxa Yusuf alayhissalomni chaqiradi. Yusuf alayhissalom kirgandan keyin ishqlarning hammani taqaydi. Yusuf alayhissalom Quromiga yetgan yop yoshli bir yigit. Qasrda Yusuf alayhissalom bilan Zulayxodan boshqa
hech kim yo'q. Mushundaq paytda Zuleyxa Yusuf alayhissalomdan munosabat o'tkazishni talab qiladi. Yusuf alayhissalom ma'azalloh, Allohdan panoh tilayman deganicha uning talabini keskin rad qiladi. Va eringiz menga shundaq yaxshilik qilgan tursa, men uning qilgan bu yaxshiligiga tuzkorlik qilib, uningga bunda xiyonatni qila olmayman deb keskin rad qiladi va eshik taraf qarab yuguradi. Zuleyxa Yusuf alayhissalomning keynidan qo'g'lab, Yusuf alayhissalomning ko'ngligidan tortib, Yusuf alayhissalomning ko'ngligi keynidan yirtilib ketadi. Mushu paytda Yusuf alayhissalom eshikning to'yida ko'ynagi yirtilgan holatda Zuleyxaning yo'ldoshi bilan do'qurishib qoladi. Zuleyxa darhol amaliyotni bormilab, Yusuf alayhissalomga tuhmat qilib, Yusuf alayhissalomni menga poxorlik qildi deydi. Yusuf alayhissalom noit temkinlik bilan "Ya ravadatni an nafsi." Men emas, Zuleyxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi deb o'zini oqlaydi. Eri Zuleyxaning gapiga ishongili moyil bo'layotgan mushu paytda Zuleyxaning oilasidan bir odam guvohlik berib, agar Yusufning ko'ngligi keynidan yiritilgan bo'lsa, Yusuf rostchil, ya'ni Yusuf gunohsiz. Agar Yusufning ko'ngligi oldi tarafidan yitilgan bo'lsa, Zuleyxa rostchil deydi. Yo'ldoshi qarg'udak bo'lsa, Yusufning ko'ngligi keynidan yiritilgan edi. U Yusufning gunohsiz ekanligini biladi va o'zining yuz obro'yini saqlash uchun Yusufdan bu ishni hech kimga aytmaslikni talab qiladi. Va Zuleyxaga "Sen bir xatolik o'tkazding, buning uchun tövbe qil" deb qo'yadi. Ammo bu gap saroydagi xizmatchilar orqali birdamdala shaharga tarqaydi. Hamma yerga borsa, Zuleyxa qo'lidan munosabat o'tkazishni talab qilibdi degan gap bo'ladi. Zuleyxa mushu gaplarni taqatgan ayollarning cho'nglarini yig'ib, ularga nihoyat katta bir do'stxon tayyorlab, ularning mevlarini kesib yeyish uchun ularning har biriga birdan pichoq beradi. Ular dasturxonga baqili tamshalgan vaqtida Zuleyxa Yusufni ularning huzuriga kirgizadi. Yusuf ularning huzuriga kirgan vaqtida u ayollar Yusufni ko'rib dongli qetib qoladi va qo'lidagi olma kesayotgan pichoq ularning qo'llarini kesib sasimi buni his qilmaydi va "Ma hada bashara, bu inson emaskan, bu bir isil farishta ekan" deb hayron qilishadi. Shu vaqtning o'zida Zuleyxa "Mana bu yigit sizlar mening ustimdan gap topgan va menga malomat qilgan yigit mana mushu shu. O'zinglarning haliga bir qarab baqinglar" deb o'zini oqlashga urinadi. Zuleyxaning eri dayuz bir odam bo'lib, bu masalani tubdan hal qilmagan edi. Shuning uchun Zuleyxa bu niyatini yanmay, Yusuf alayhissalomga yaqinchilik qilib, uningdan munosabat o'tkazishni talab qiladi. Va Yusuf alayhissalomdan agar rad qilsa, zindonga tashlatqizadiganligini aytib tahdid soladi. Bu Yusuf alayhissalomning ko'ngli tortmaydigan, yoqtirmaydigan bir ish emas. Har bir inson yoqtiradigan, agar Allohdan qo'rqmasa qilg'usi keladigan bir ish. Ammo Yusuf alayhissalom Allohdan qo'rqqanligi uchun menga sen tahdid solgan turma bu ishdan suyimlik deb yana Zuleyxaning taklifini keskin rad qiladi. Ve Allah'a sığınıp dua qilib, "Ey Allah, bu ayollarning hili mekrini menden debi qilgin, yani yiroq qilgin. Men bir inson, bo'lmasa men ojiz kelib qolaman. Faqat sening fazling bilan bu hili mekrlardan, bu gunohdan qutulaman" deb Allohga yolvorib dua qiladi. Alloh taolo Yusufning duosini ijobat qilib, uningga bir haybat ato qiladi. Uningdan keyin Zuleyxa Yusufni ko'rsa bir xil tatinadigan, ayminadigan bo'lib qoladi. Ammo shahar ichidagi gap so'zlar Zuleyxaning qo'lidan munosabat o'tkazishni talab qilganlikka besiqmaydi. Vazir yuz obro'yini saqlash uchun Yusufni zindonga tashlab bu fitnani besib turmoqchi bo'ladi va Yusuf alayhissalomni vaqti aniq bo'lmagan holda turmaga tashlash buyrug'ini e'lon qiladi. Shunday qilib Yusuf alayhissalom o'zining ippitini qo'ydiganligi uchun zindonga tashlanadi. Zindon hayoti intayin qiyin, ammo vaqti aniq bo'lmagan zindon hayoti texmi qiyin. Ammo mushunda qiyin hayot Yusuf alayhissalomga qasr ichidagi zinodan suyimlik edi. Yusuf alayhissalom zindon hayotini tavhid nurini chaqnatib, payg'ambarlik vazifasini ado qiladigan eng yaxshi fursat deb biladi va zindondashlarga Allohni tunishtirib, butun koinotning yaratuvchisi Alloh ekanligi, barliq yaxshilik va yomonlik Alloh tarafidan bo'lganligini aytib, faqat Allohga ibodat qilish kerak ekanligini tushundiradi va o'zining payg'ambarlik mo'jizasi sifatida shularning ta'birini bildiganligi va Allohning bildirishi bilan bundan keyin yuz beradigan ishlarni bildiganligini aytadi. Yusuf alayhissalom zindonga tashlangan vaqtida uning bilan birga ikki yigit teng kirgan edi. Uning birisi ilgari podshohning soqisi edi. Yana birisi podshohning tamoqini tayyorlab beradi. Bir kuni u ikki yigit mundaq bir chukuradi. Birisi üzümdən haraq sıqıb düşkürüdü. Yana birisi bolsa beşidən non ko'tarayotgan, o nondan qushlar yeyotgan holda düşkürüdü. Və bu tushini Yusuf alayhissalomga aytib, uningdan ta'bir berishni talab qiladi. Yusuf alayhissalom bu ikkisining tushiga ta'bir berib, üzüm siqayotgani bolsa, pat yaqinda turmadan chiqib, yana burunqi xizmatiga qaytib, podshohga haraq qo'yib beradiganligini aytadi. Ammo yana birisi bolsa o'limga hukm qilinib, darg'a esladi va shu holatda tashlab qo'yiladi. Uning beshidan qushlar yeydi deb ta'bir beradi. Ammo Yusuf alayhissalom qaysining qutlib podshohga
padişahqa saqiylik qilganligi, qaysining darga esilganligini aniq deb bermaydi. Kunlar o'tib Yusuf alayhissalomning heliqi ikki turmudishi turmudan chiqishga tamshiladi. Yusuf alayhissalom qutludi deb qaraganiga padişahning qishida meni bir tilga ilib qo'ysang, ya'ni Yusuf ismli birisining gunohsiz holda turmida yetayotganligini uningga eslatib qo'ysang deydi. U turmudan chiqib xuddi Yusuf alayhissalom degandek asli vazifasiga qaytib padişahga haroq qo'yib beradi. Lekin u Allohning unutuldirishi bilan Yusuf alayhissalomni unutib qoladi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom zindonda yana bir qancha yil qolib qoladi. Chunki haqiqiy muahhid bandaning qalbi faqat Allohga bog'lanishi kerak edi. Uni turmuga kim kirgizgan bo'lsa, uni chiqarishmi uning ilkidi edi. Chunki podshoh unutib qolgan bo'lsa-mu, Alloh uni hech qachon unutmagan edi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qalbini insonga bo'lgan bog'lanishdan pokizlash uchun uni unutildirgan edi. Yusuf alayhissalom zindonda yana bir mazgil qilish orqali uning qalbi pokizlanib faqat va faqat Allohga bog'landi. Bu vaqtda Alloh taolo Yusuf alayhissalomni zindondan chiqarishni iroda qilib, Misr podshohining tushiga bir tushni takror kirgizdi. Misr podshohi munajjimlar, tush ta'birlari va sehrgarlarning hammasini atrofiga to'plab, o'zining ko'rgan tushini aytdi. Men tushimda 7 urug' kalning 7 simiz kalni yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'ribdiman. Bu tushimga ta'bir beringlar deydi. Sehrgarlar, munajjimlar va tush ta'biri deb qaralgan kishilarning hammasi bu bir qalaymaqan tushgan. Biz bunda qalaymaqan tushga ta'bir bera olmaymiz deydi. Bu vaqtda Saqi Yusuf alayhissalomni esiga oladi. Podshoh Saqini zindonga avatadi. Saqi zindonga berib Yusuf alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Rasul Yusuf, 7 urug' kala 7 simiz kalni yeb ketsa va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni tushida ko'rsa, bu tush nimani bildiradi? Buning bir ta'bir bergin" deydi. Yusuf alayhissalom bu tushga ta'bir berib mundaq deydi. "Sizlar pat yaqinda ochliq krizisiga duchor bo'lasizlar. Buningdan qutulish uchun sizlar keladigan 7 yilda tirikchilik qiling va olgan mol hosillarning oz bir qismidan boshqasini boshqa bilan saqlab qo'yinglar. Bu vaqt sizlar saqlab qo'ygan oshliqlarni urug'liqdan boshqasining hammasini yeb tugutsizlar. Uningdan keyin ho'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar mevladan turli ichimliklarni siqib chiqaradi" deb ularning ochliq krizisidan qutulish yo'llarini deb beradi. Saqi darhol qaytib podshohga Yusuf alayhissalom deb bergan ta'birni birma-bir so'zlab beradi. Podshoh nihoyat hayron qilib, bu tushning ta'birini deb berishga hech narsani shart qilmasdan, hatto turmudan qutulishni shart qilmasdan deb beribdi. Hatto biz duch keladigan krizisning qutulish yo'llarini deb beribdi deb nihoyat xursand bo'ladi va Yusufni darhol zindondan qutuldirib huzurga akilishga buyuradi. Askarlar Yusuf alayhissalomni zindondan qutuldirish uchun uning qishiga keladi. Ammo Yusuf alayhissalom o'zining gunohsiz ekanligi isbotlanmaguncha turmudan chiqishni rad qiladi. Chunki turmudan chiqish muhim emas, haqiqatning o'ttirg'i chiqishi va adolatning namoyon bo'lishi muhim edi. Podshoh bu masalani aniqlash uchun Zulayxoning atrofidagi ayollarni to'plab, ulardan Yusuf alayhissalom haqida guvohlik oladi. Ayollarning hammasi Yusuf alayhissalom haqida "Ma alimna alayhi min su", biz Yusufda hech qanday bir yomonlikni va yomonlikning alomatini ko'rmadik deb guvohlik beradi. Aniqlash navbati Zulayxoga keladi. Zulayxo qirib yoshlikka ketgan edi. Zulayxo endi haqiqatning o'ttirg'i chiqadigan vaqti keldi. Yusufning degani rost, yomon ishga zo'rlig'ini u emas, men. Ammo men bu yomon ishni qilib erimga xiyonat qilmadim. Men Yusufga tuhmat qildim. Lekin har ikkimiz zinodan pok deb o'zining qilgan gunohiga tövbe qilish bilan birga Yusuf alayhissalomni oqlaydi. Zulayxoning e'tirofi bilan Yusuf alayhissalom oqlanib zindondan chiqadi. Yusufdagi axloq, rostchilik va iffatni ko'rgan podshoh Yusuf alayhissalomni o'zining xos odami qilib oladi. Yusuf alayhissalom podshohdan o'zini xazina ishlariga mas'ul qilishni talab qilib, o'zining bu jihatda iqtidori va ilmi borligini aytadi. Podshoh Yusufning talabiga qo'shilib, uni butun Misr imperatorligining moliya ishlariga mas'ul qiladi. Yusuf alayhissalom podshohning tush ta'birida aytgandek 7 yil nihoyat mo'l husullik va bayoshat o'tadi. Uningdan keyin ocharchilik yillari yetib keladi. Yusuf alayhissalom bayoshat yillari to'plab olgan ochliqni ocharchilik yillari normal holda tarqatish orqali bu krizisni hal qiladi. Ocharchilik Falastinga yetib borgan bo'lib, o'z vaqtida Yusuf alayhissalomning quduqqa tashlayotgan qarindoshlari Misr podshohidan ochliq olish uchun Misrga keladi. Yusuf alayhissalom ularga "Nima uchun keldinglar?" deb so'raydi. Ular "Ochliq talab qilib keldik" deydi. Yusuf alayhissalom ulardan "Sizlar qancha beri tuqqan? Sizlarning dadanglar kim?" deb so'raydi. Ular "Biz 12 qarindosh. Bizning kichikimiz kichik vaqtda o'lib ketgan. Bizning dadamiz Allohning payg'ambari Yaqub. O kichik bolasining ich og'riqida yig'lab ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. Biz Bunyamin uchunmi bir tuga elib keldik. Uningmi ochliq bersang" deydi. Yusuf alayhissalom ularni dastlabda tunib olgan bo'lib, lekin ularga aytmaydi. Chunki Yusuf alayhissalomning chiroy shakli o'zgarish bilan birga quduqqa tashlayotgan Yusufning buncha cho'ng katta martabaga erishganligi ularning xayoliga kiribmi chiqmagan
qilgan edi. Yusuf alayhissalom ularni nihoyat yaxshi kutib olib mehmon qiladi va ularga tegishli oshliqni berib bo'lgandan keyin kelar qatim kichik ininglar Bunyaminni elib kelmasanglar, bundan keyin sizlarga oshliq bermayman. Mening bu shahrimga yaqin yo'lamanglar deydi. Ular kuchining yetishicha tirishib dadasidan kichik inisini talab qilib birga elib keldiganligiga va'da beradi. Yusuf alayhissalom xizmatchisi orqali qarindoshlari oshliq uchun elib kelgan pulni ularning yuk tog'iga yushirincha tiqib qo'yadi. Buning sababi ular oshliq uchun bergan pul mollarining qaytarib berilganligini ko'rsa, Yusufning yaxshi odam ekanligini bilib, ikkinchi qatim yana kelishini umid qilib qilgan edi. Ular qaytib dadasi Yaqub alayhissalomga bo'lgan ishlarni so'zlab berdi va kelar qatim kichik inisi Bunyaminni birga elib bormasa, bundan keyin oshliq bermaydiganligini aytdi. Ular ikkinchi qatim oshliq elish uchun tayyorlanib, dadasidan Bunyaminni talab qiladi. Dadasi keskin rad qiladi. Ular dadasiga yolvorib, Bunyaminni qo'shib qo'ymasa, bu qatim oshliq bermaydiganligini aytdi. Yaqub alayhissalom, "Men sizlarga ilgari ishinib Yusufni qo'shib qo'ygan edim. Endi Bunyaminni qo'shib qo'yamdim" deydi. Ammo bolalari nati ching turib oladi. Ular Yaqub alayhissalomga Bunyaminni saq salomat qaytarib kelishga va'da beradi. Shunday qilib Yaqub alayhissalom ularga Bunyaminni qo'shib qo'ydi va ularga nasihat qilib, "Sizlar Misrga kirgan vaqtinglarda hammanglar bir eshikdan kirmay, ayrim-ayrim eshikdan kiringlar" deydi. Bunday deyishning sababi 10 o'g'il bir eshikdan kirsa, boshqalarning ko'zi tegmasligi uchun edi. Ular Misrga yetib kelib, dadasining nasihati bo'yicha bo'linib, har xil eshiklardan kirdi va Yusuf alayhissalomning qishig'iga keldi. Yusuf alayhissalom ularni qizg'in qarshi olib, ularni mehmon qilib yaxshi kutib oladi va ularning har ikkisini bir uyga tushiradi. Bunyaminni yolg'iz bir uyga tushiradi. Kech kirganda Yusuf alayhissalom Bunyaminning qishig'iga kirib, o'zining Yusuf ekanligini aytadi. Bunyamin Yusufni ko'rib hang-tang qoladi. Uzun yil ko'rishmagan aka-ukalar quchoqlashib, yig'ilishib ketadi. Yusuf Bunyaminni qishida elib qilish uchun bir hiyla ishlatadiganligini aytib, buni hech kimga aytmasligini tapalaydi. Ertasi Yusuf ularga tegishli oshliqni tayyorlab berib bo'lgandan keyin xizmatchisini podshohning oltin qachisini Bunyaminning yuk taqining orasiga yushirib qo'yishga buyuradi. Karvon mang'ili tamshalgan vaqtida bir jakochi chiqib, "Ey xaloyiq, sizlarning ichinglarda o'g'ri bor ekan. Podshohning oltin qachisi yutib ketdi" deb to'laydi. Shaharning eshiklari taqiladi. Askarlar karvonda kishilarning yuk taqlarini aqtirishga boshlaydi. Yusufning qarindoshlarining yuk taqlarini aqtiradi. Undan keyin Bunyaminning yuk taqini aqtiradi. Yutib ketgan podshohning qachisi Bunyaminning yuk taqining orasidan chiqadi. Askarlar, "Sizlarning qonuninglarda o'g'rining jazosi nima bo'lsa, biz Bunyaminni shu orqali jazolaymiz." Yusufning qarindoshlari, "Bizning qonunimizda o'g'rining jazosi o'g'ri qul qilinadi" deydi. Shundaqla buni bir qarindoshi bor edi Yusuf deb. "Umi o'g'ri edi, bumi o'g'ri ekan" deb qarindoshidan birdamdala voz kechdi. Buni anglagan Yusuf nihoyat qayg'urdi, lekin oshkor qilmaydi va ko'nglida, "Sizlarning o'rninglar, mavqoyinglar nima degan nachar. Alloh taolo sizlarning qilgan bu tuhmatinglarni obdan biladi" deydi. Shunday qilib Bunyamin Yusuf alayhissalomning quliga aylanadi. Yusufning qarindoshlari Bunyaminni saq-salomat qaytarib kelishga dadasiga bergan va'dasi esiga kelib, Yusufning qishig'iga kelib, Yusufga yolvorishga boshlaydi. Buning qayri bir otasi bor. U buni nihoyat yaxshi ko'radi. Shunga bizning oramizdan birini uning o'rniga elib qolsang, buni bizga qaytarib bersang deb yolvorishga boshlaydi. Lekin Yusuf alayhissalom ularga bir dars berib qo'yishni o'ylab, ularning bu talabini rad qiladi. Yusuf alayhissalomning keskin ifodasiga qarab, uning qarindoshlari Bunyaminni qaytarib elishidan umid uzadi va ularning chungi, "Men Bunyaminni qaytarib olmoqchi, mush yerda qolib qolaman. Sizlar qaytib dadamga bo'lgan ahvolni aytinglar" deydi. Cho'ng akasidan boshqa qarindoshlarining hammasi Falastinga qaytadi va dadasining qishig'iga kelib, bo'lgan ahvollarning hammasini aytadi. Yaqub bu qatma-qat kelgan firoq va hijron azobiga bardoshlik berolmay, qalbi yirtilib ketayli deb qoladi. Ichi shundoq ochiq to'lgan bo'lsa-mu, yana sabr qilib, "Fasabrun jamil. Men chiroyli sabr qilaman" deb Allohga shikoyat qiladi. Va Yusuf alayhissalomning ich og'ri qaytadan qo'zg'alib, "Voy asafa, voy Yusuf, voy Bunyamin" deb yig'lashga boshlaydi. Ko'p yig'laganligi sababli ikki ko'zi oqarib, ko'mas bo'lib qoladi. Badani ojizlab ketadi. Buni ko'rgan qarindoshlari nihoyat qayg'uradi va dadasiga yolvorib, "Bo'ldi qil, o'zingni tutib ol" deydi. Dadasi, "Men faqat shikoyatimni Allohga qilaman" deb yana sabr yo'lini tanlaydi. Yaqub alayhissalomning qalbi qayg'u, hasrat va azobga to'lgan bo'lsa-mu, ammo uning qalbi nihoyat umidvor edi. Yusuf va Bunyamin bilan chuqur uchrashadiganligiga ishonadi. Yaqub alayhissalomning o'g'illari 3-qatim yana Misrga yetib keladi. Ular nihoyat herib charchagan va yanada ochliq og'udak tuzuk bir narsa qolmagan edi. Ular Yusuf alayhissalomning qishig'iga kirib, "Ey oliy janob zot, yenimizda ochliq og'udak tuzuk bir narsa yo'q. Bizga ocharchilik yetdi. Bizga sadiq qilsang, yaxshilik qilsang, Alloh yaxshilik qilguvchilarni mukofotlaydi" deb sulg'un holat bilan, bechorlik bilan uningga yolvoradi.
Yusuf alayhissalom qarindoshlarining hayvisining yaga urilgan nihoyat bechora bu holatini ko'rib, ularga beradigan darsning oxirlashganligini his qilib, haqiqatni oshkorlaydi. Yusuf va qarindoshiga qilganinglar esinglardimi? Ular hang-tang qoladi. "A innaka la anta Yusuf? Sen Yusufmi?" Yusuf alayhissalom, "Ana Yusuf, men Yusuf. Bu Bunyamin mening qarindoshim." Yusuf alayhissalomning qarindoshlari qilganlariga nihoyat pushaymon qilib, Yusuf alayhissalomdan kechirim so'rash bilan birga Allohga tavba qiladi. Yusuf alayhissalom ular uchun Allohdan kechirim talab qiladi va ularga hech qanday malomat qilmaydi. Shundaqla Yusuf alayhissalom ko'nglikini ularga berib, "Bu ko'nglikimni dadamning yuziga tashlanglar. Shunda qilsanglar dadamning ko'zi eshiladi" deydi. Shundaqla dadam va inimni elib, "Hammanglar bu yerga ko'chib kelinglar" deydi. Ular nihoyat xursand bo'lib, Falastin qarab yo'lga chiqadi va Yaqub alayhissalomning qishig'iga kelib, bo'lgan ahvollarning hammani so'zlab beradi. Va Yaqub alayhissalomning yuziga Yusuf alayhissalom bergan ko'nglikini tashlaydi. Yaqub alayhissalomning ko'zi eshiladi. Yaqub alayhissalom o'g'illari uchun Allohdan kechirim talab qiladi. Yaqub alayhissalom va o'g'illari 40 yilga suzilgan bu hijron va firoq azobini oxirlashtirib, Yusuf va Bunyamin bilan ko'rishga tayyorlik qiladi. Karvon Misr qarab yo'lga chiqadi. Uzun yil ko'rishmagan qarindoshlarimiz, ota-onalarimiz, bir tuqqanlarimiz va do'st yaronlarimizdan ko'rish uchun mangan bu safar inson hayotidagi eng ulug', eng xushal bir safar bo'lishi mumkin. Alloh hammamizni bu safarga muyassar qilsin. Shunday qilib Yaqub alayhissalom va o'g'illari Misrga yetib keldi. Ularni Misr podshohi, vazirlar va Yusuf alayhissalom nihoyat dog'dug'liq kutib oldi. Yusuf alayhissalom ota-onasining qishig'iga berib, ular bilan quchoqlashib, yig'lab ko'rishdi va ota-onasini taxtining yenida o'ltirg'izdi. Yusuf alayhissalomga ota-onasi va bir tuqqan qarindoshlarining hammasi hurmat sajdasini qilishdi. Yusuf alayhissalom dadasiga, "Ey dada, mana bu kichik vaqtimda ko'rgan 11 yulduz va oy va quyosh menga sajda qilayotgan tush. Alloh bu tushni amaliyotga chiqardi" dedi. Va Yusuf alayhissalom Allohga mundoq duo qildi. "Ey Alloh, menga podshohlik ato qilding. Menga tush ta'biri ilmini o'rgatding. Ey osmon zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, sen mening dunyo va oxiratda egamsan. Meni musulmon holatimda qabz ruh qilgin, ya'ni musulmon holatimda vafot topqani nasib qilgin va meni yaxshi kishilarning qatoridan qilgin" dedi. Shunda qilib Yusuf alayhissalomning qissasi bizlarga nurg'unlagan o'g'it va darslarni qoldirib, mush yerda oxirlashdi. Yusuf alayhissalomning qissasi bizga ayrilish, firoq va hijron azobi qancha uzun bo'lsa-mu, uning chuqum oxirlashadiganligini o'rgatdi. Qiyinchilik va musibatning hammasining yomonlik emas ekanligi va qiyinchilik va musibatning keyniga nurg'unlagan yaxshilik va mukofotning yushirganligini o'rgatdi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlanmagan bo'lsa, Misrga borolmaydi. Misrga bormagan bo'lsa, Misrning azizi, ya'ni moliya ministri bo'la olmaydi. Sura Yusuf bizga mazlum kichik bo'lsa-mu, ojiz bo'lsa-mu, uni hech kim bilmasa-mu, tunimasa-mu, Alloh taolaning uni unutib qolmaydiganligi va uniga ega chiqadiganligini o'rgatdi. Iffat va nomusning ayolga xos emas ekanligini, balki erlarda texmi muhim ekanligi va erlarning iffat va nomuschanligi ayollarning tavba qilishiga va yaxshilardan bo'lishiga sabab bo'lganligini o'rgatdi. Hamtanglar o'rtasida, hatto qarindoshlar orasidami hasad bo'lganligi. Shuning uchun hasadga sabab bo'lgan gaplarni qilmaslikni o'rgatdi. Sura Yusuf bizga insonning qalbidagi eng yuqori muhabbat Allohga emas, insonga bog'langan vaqtida Alloh taolo u insonni, shu muhabbat bog'lagan insonni ayirib o'tish orqali imtihon qildiganligini o'rgatdi. Sura Yusuf bizga sabrning oqibatining chuqum yaxshi bo'lganligi, sabrning eng yuqori martabasining gunoh ma'siyatga qarshi sabr ekanligini o'rgatdi. Bir musulmon uchun zindon, turma gunohga tushishdan yaxshi va suyumli ekanligini o'rgatdi va gunohdan saqlanishda Allohdan yordam talab qilishning muhim ekanligini o'rgatdi. Sura Yusuf bizga ba'zi kishilarning bizni yomon ko'rishi, bizning kamchilikimiz va nuqsonlarimiz tufayli emas, bizning ortiqchiligimiz tufayli ekanligini o'rgatdi. Sura Yusuf bizga yaxshilik va yomonlikning narsida emas, uni ishlatkichi ekanligini o'rgatdi. Masalan, Yusuf alayhissalomning ko'ngligi bir qatim Yusuf alayhissalomga tuhmat qilishga ishlatildi, yana bir qatim Yusuf alayhissalomni oqlashga ishlatildi. Yana bir qatim Yaqub alayhissalomni davolashga ishlatildi. Sura Yusuf bizga sirtqi go'zallikning Allohning ne'mati ekanligi, ammo yaxshilikka erishtiradigan narsaning ilm va hikmat ekanligini o'rgatdi. Masalan, Yusuf alayhissalomga butun insoniyatga berilgan go'zallikning yermi berilgan turib, Qur'on Karimda uning go'zalligi bir qatim maqtalmadi. Amaliyotda Yusuf alayhissalomning zindonga tushishiga sabab bo'lgan narsa uning go'zalligi bo'ldi. Ammo uni zindondan chiqargan narsa uningdagi ilm hikmat bo'ldi. Sura Yusuf bizga meli zindonda mahbus bo'ling, yoki qasrda qul bo'ling, yoki qasrda vazir bo'ling, hamma yerda Allohni tunishtirg'ili bo'ldiganligini o'rgatdi. Sura Yusuf bizga mansabning sharaf emas, mas'uliyat ekanligi, mansabni boshqarishda nasab yoki taqvodorlikning muhim o'rinda turadiganligi emas, iqtidor va ilmning muhim o'rinda turadiganligini o'rgatdi. Masalan, Yusuf alayhissalom podshohdan ochliq ishlariga mas'ul bo'lishda
o'zini men payg'ambarning avlodi yoki men taqvodor deb tunishtirmasdan men ishonchlik va ilmim bor deb tunishtirdi. Sura Yusuf bizga dunyoda Allohning irodasida mumkin bo'lmaydigan ishning yo'q ekanligini o'rgatdi. Shuning uchun hijron va firoq qancha uzunga suzilsin, xuddi bizning ko'zimizga bundan keyin ko'risholmaydigandek ko'rinsin, Allohning rahmatidan umid uzishga bo'lmaydiganligini o'rgatdi.